Bobur aka uy egasi kelarmikan? Kelaman degan pul so'rovmi deysiz? Pul so'ragandim-da. Men ham so'raganman, telefon qilyapman, ko'tarmaydi, boru. Albatta odamlar bor-da. Mana bu bayram. Sizga ham pul kerakdir, bayram. Ish boshlanib ketdi, kiyimlarni olish kerak, bolalarga aytib berish kerak. Cho'ti shubhaliga o'xshatdi-da, men yoqmayapti-da hozir. Ha, qolib kelib qolar, ozgina kutaylik shu, qani, ish qilaylik, qani. Ne, xonalaring sovuq, ataplayni yoqtirmaganmisan? Ataplayni yoqilgan, gaz pasaygan bo'lsa kerak. Ha, mana akalaring har kraskasini sepmabdi-yu. Endi separ, tayyor qilib qo'yish. Qara, men patologlarning vanna o'yozdi, qaramaysanmi ustidan qaysi mallar ishlatyapsa? Hozir shukurkan bo'ldi, rangi endi tayyorladi. Qani sepib olsin, ko'ramiz-da ishini. Qani kafilchining ham ishini ko'rsatchi. Orbaylar ustiga. Ya, salom alaykum. Siz bo'lmasiz, sizga Yaxshimisiz? Alaykum. Okay, salom alaykum. Qanchalar? Yaxshi keldinglar? Betga vanna qo'yibsan, o'rtoq. Ha, bitta xona vanna bo'lsin dedim-da. Shu ko'rmadingmi? Hozir vannalar qolib ketdi-yu. Oyna paytda hamma xonada dushoy bo'ldi. Bitta vanna qo'yib bering dedi keldim. Umtaga kecha pul so'ragandim, o'sha nima bo'ldi, okay? Pul bo'ldimi yonimda? Usta, ne hozir hamma ustalar mana shunaqa pul so'rayveradi. Hali ishi bitmasdan qo'li qo'radi. U shetda bo'lsa, shetda yashasa, o'zini uyi bo'lsa, qochib ketmasa, ne qo'rqasizlar? Men so'rayotgan bo'lsam, qilgan ishim mehnatim pulini so'rayapman. Oldin mehnatni qoyillatib qo'yinglar. Hali biz sizlarning ishlar tekshirishimiz kerak, qabul qilishimiz kerak. U siz kimsiz, okay? Ben shuni og'aynisiman, bu uncha tushunmaydi. Birinchi marta remont qilyapti-da. Men o'zim tekshirib olaman, qarab yaxshilab to'g'riydi. Men kelishuv uy egasi bilan qilganman, uydagiman, uydagi. Voy, kelishgansizlar. Og'ayni yur, balalanishni Men o'zim tekshirib olaman-da. Balan qo'yib qo'yasizlar endi bu yerda. Xudo xolasa bo'yoq ishlariga tayyorlayapmiz. Boplayapsizlarmi? Ha, tushundim. Xudo xolasa. Meni patologiyangizni ko'ryapsizmi? Qarang, vanna bo'yapti-da. Yo'q, bu vanna emas, aka. Bu gruntovka o'tganmiz, yaltirab sizga shunaqa ko'rinyapti. Mana qara, usta. Men 5-6 yildan beri usta ishlatyapman. Ustani ancha yaxshi bilaman. Juda ham mashinnik bo'lib ketganda, boribchi, boshqasini xarid qilasan. Hammasi mana shunaqa deydi ustalarni. Boshida mana shunaqa deydi, oxiriga keyin to'g'rilab bera olmay o'tiradi. Nizashda uy egasi rasxodga tushadi. Bu pulni yerdan sipirib olib kelayotgani yo'q, mehnat qilib topib kelyapti. Nima aralashyapti? Kimda bilaman, tushunmadim lekin. Men siz bilan gaplashganman, aralashmaysiz. Nimaga aralashmas ekanman? O aralashmaysiz vobshe, unaqa to'g'ri gapsiz. O'zingizni olib yurib to'xtanglar. Sizlarda ham shunaqa holat bo'ladimi? Kommentariyada o'z fikringizni qoldiringlar. Keyin aynan bir uy egalari shoshilmaydi, usti tushirgandan keyin oldin ishini bitirsin. Keyin tanishlikdan chaqirib, boshqonlarni chaqirib, aybini qidirtirsa bo'ladi. Sabrli bo'linglar, o'rtoqlar. Hamma usta sizlarning xonadoninglarni chiroyli qilib berish uchun keladi. Har doim xizmatda bo'ladi. Ozgina sabr qilib tursanglar, agar ish bitgandan keyin qanaqadir kamchilik chiqadigan bo'lsa, ustiga chiroyli tushuntirsanglar, chiroyli qilib to'g'rilab ketadi. Eng gilamlisi, norozi qilmanglar ustalarni.